Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Do'konimizga vibroplashadkali trammovka apparatlarimizni C90 modeliga tegishli hamda C120 modeliga tegishli apparatlarimizdan yetib keldi. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol kelib xarid qilaverasizlar. Bugungi video obzorlarimizda shu apparatlarimizda qisqacha video obzorlarini, narx-navolarini aytib o'tib ketamiz. C90 modeliga tegishli apparatimiz Mirolis brendiga tegishli bo'ladi. Apparatimiz benzinga ishlaydigan variantlarda, suvli variantlarda yetib kelgan. Ko'rishlaringiz mumkin, bu apparatimiz bemalol 1,5 tonnagacha bo'lgan, vibratsiya berib, trammovka qilishga mo'ljallangan. O'zini sof veslari 85 kg vesga ega bo'ladi. C120 modeliga tegishli apparatimizni 20 kN variantlarda bo'ladi. Bir marta trammovka qilganda 2 tonna vibratsiya berib, trammovka qilishga mo'ljallangan. Benzin bachoylari ham ancha katta variantlarda, suvsiz variantlarda do'konimizga yetib kelgan. Bundan tashqari bizning do'konimizda trammovka apparatlarimizni kenguru trammovka variantlaridan ham olib kelib qo'yganmiz. Sakrab trammovka qilishga mo'ljallangan apparatlarimiz benzinli hamda tokli variantlaridan do'konimizda mavjud. Kimga shu ko'rib turgan apparatlaringdan kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol video tagida nomerlarimiz mavjud, aloqaga chiqib zakaz beraverasizlar. 12 ta viloyat bo'ylab dastavkalarimiz mutlaqo tekin bo'ladi. Manzilimizni eslatib o'tamiz. Manzilimiz Qo'qon shahri, Navoiy massif, Malena svetoforning yonginasida joylashgan. Qurilish texnikalari va svarka apparatlari do'koni bo'ladi. Barcha turdagi apparatlarimiz bizning do'konimizda mavjud. Bemalol kelib xarid qilsalaring bo'laveradi.